Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'de Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halife Tarihi namlı kitabında biz 48. halife Mu'tazid Billah'niki hayatı bilen tanışıp çıkan idik. Bugün emde muşu adamniki zamanında ölüp ketken meşhur şahslar bulup mu asasen bu devirdeki en dağınık katta büyük ulemalar hakkında tanışıp çıkımız. Bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Şihabuddin İbn Hacci degan Şam diyarınınkine ait katta büyük fakisi. İsmi Ahmed İbn Hacci İbn Musa Ad-Demişki deyimiz. Lekin meşhur namı Şihabuddin namıyla meşhur. Özü meşhur tarihçi Demişkilik. Demişk'te olup şu yerde ölüp ketken İslam tarihçisi degan nam var. Bu adam Hicriye 751 yıl doğulup Hicriye 816 yılı. Ondaqda miladiye 1413 yılı ölüp ketken. Aynı devirde muşu Şam diyarınınki asasen mercaiye Qatardaki ölümalınınki bir nurgun kitaplarını yazgan cümleden Ad-Daris min Akhbaril Madaris bu İslam tarihideki meşhur mektepler, medreselerinki tercümalı yazılgan. Bu kitap asasen muşu Tatar, Moğol vakası köp tükep ketken. Ondan başka Cemul Muftariq, Mu'cem, Qatarlı kitabı var. Mu'cem degan kitabı asasen ustazlarınınki tercümalını yazıp çıkan. Ondan başka mı tarih kitaplarda bir kısım eserleriniki balıqı hatırlangan bolsa ameli nah yok hazır. Bu adam bu yerda Moğol vakası deyishimizda hali burun Bag'dodga besib kirgan Moğol vakası emas bu. Bu hozir Paris elidagi Moğollarning O'laku jamiyatidan bo'lgan Ilxoniylar xonadonligidagi Moğollarni asos qilmoqchi. Bularmi Sham zimliga nechqatdan besib kirgan shuni maqsad qiladi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Burhoniddin ibn Zuqqaa degan bir adib. Bular bu adamni Burhoniddin Abu Ishaq İbrahim ibn Muhammed ibn Bahadır el-Gazzi belki Gazzi'den bo'lsa kerak el-Qurayshi Quraysh qabilasidan degan. Lekin İbn Zuqqaa namıyla meşhur. Özüne ait Şafi mezhebindeki dağınık qarisi nurgun ilimlarda yetilgan. Tibabet ilim bolsun aynı vaqtida. Bular şu doğru isimlik haqida. Andın matematika, tasavvuf ilmida maqale yetik ulama. Hicriye 729 yılı tug'ilgan. Şemsuddin Hakri degan ulamada aynı davirdagi. Bu kişiler Kur'an o'qigan. Shunlashqa bu adam Kur'an qiraat ilmida bekrak meşhur. Hem de fıkıh ustası Bedir'den Konevi. Tasavvuf cihette Şeyh Ömer. Belki bu Abdülkadir Cilani'ninki ballardan bo'lsa kerak. Shularni o'qiganligi qayd qilingan. O'zi G'azzida de bekrak meşhur bo'lgan nurg'un diyorlarni kezib yurib, asosan G'azzi bekrak o'ltiraqlashgan, o'zini aytib solih bir yaxshi kishi deb sifatlangan. Hamda mush doğru o'simlikni bilishda bir mo'jiza tipidagi ulamo. Qaysi o'simlikning nega paydo qilganligi shuni ayt yaxshi biladi bu odam. Quddus, G'azza, asosan mush Sham diyorlarida yashagan. Bu ulug' zot Hijriya 816 yili Misr diyorida o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Madinaning donglik muhaddisi ham faqihi Zeynuddin Abu Bakr al-Maraghi. Abu Bakr ibn Husayn al-Maraghi nomli mashhur. Hijriya 727 yil tug'ilib Hicriye 816 yılı yani miladiye 1414 yıl ölüp ketken. Özü Quraysh qabilasidan Umayyi cemaatidan Osman radhiyallahu anhu tutuşudu bu adam. Abu Muhammed yoki meşhurroq laqami kunyasi Abu Bakr nomi bilan meşhur. Bu zot Misrda yashagan, Misrning donglik tarixchisi İmam Zarkari rahmetullahi alayhi o'zining A'lam nomli qomusida bu odamni sifatlab kelib, Qoira tug'ilgan buyuk tarixchi, shu yerda o'qib, shu yerda mashhur bo'lib ketilgan. Ki Madinaga kelib, Madina 50 yil o'zi makon qilgan, Madinaning qoziligi, xotibligi, Madinada imom bo'lgan dedi. Undan keyin Makka da turib, bir mezgil Makkada shu xizmatlar bilan shug'ullanishlar birga ki Madinada o'lib ketganligi xotirlangan. Balkim bu o'zining cho'ng boblari Osmon ibn Affonning juti bo'lg'achqa shu yerni bakrak azizlab, qadrlab yashagan bo'lishi mumkin. Bu odamniki kitoblarida masalan Tahqiqun Nusra bi talxis Ma'alim Daril Hijra. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shahri bo'lgan Madina Munavvaradagi mashhur o'rinlar, mashhur joylar, Rasulullohning istakkan joylari hamisha asosan xotirlangan. Bundan boshqa bu odamniki Ravaihu Zuhar nomli kitobi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tarjimali haqida
yazılgan El-Vafi namlı kitabı mübareki hatırlangan. Onundan başka bu devirde ölüp ketken meşhur büyük şahslardan Hasamuddin Abiyorverdi degan kishi. Bu kishi 761 yili Türkmenistan'daki Abiyor degan viloyatda tug'ilgan, ölüp ketgan vaqti 816 yili. Demak bu odam shu 50 necha yosh ömür ko'rgan. İsmi Hasamuddin Hasan ibn Ali ibn Muhammed Abiyorudi deymiz. Bu odam nurg'un diyorlarda kezib, shu diyorlarda yashagan büyük alloma. Bu zat hem de Hisamuddin Hasan özü Aybort'tan Türkmenistan'daki. Lekin bu adam nurg'un diyorlarni kezganda ilmiy egallash uchun va o'tish uchun Samarqand deymiz, Xuroson, Qazvin, Makka, Bag'dod, Yaman, Turkiston diyorlari, Turkmaniston, Iroq, bütün O'zbekiston, Hijoz mush diyorlarda yurib, mush ilmiy xizmatlar bilan mashg'ul bo'lgan. O'zi lekin Shafiy mazhabda. Aynı davrda bu yerda Shafiylarning ayti ko'p. Keyin Makkaga tushib, shu yerda 816-yili o'lib ketgan. Hatto bu imom Tabtazaniyning shogirdi bo'ladi. Shunglashqanmish aqliy pelligine ait mahir aynı vaqtida. Ama ulamolar bu kishininki o'lib ketgan diyorlarini Yaman debdi, chunki Yamanning shu vaqtdagi podsholari bu odamga shu maktabda dars o'qitishga tayinlagan ekan. Shu paytlarda ozg'in vaqt o'tmay shu yerda o'lib ketgan deyilgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Jamaluddin ibn Zahira degan kishi, Makkaniki danglik hofizlardan Muhammad ibn Abdullah ibn Zahiratul Qurayshi nomi bilan mashhur. Bu odam Hijriya 751-yili Makkada tug'ilib, Hijriya 817-yili 66 yoshda bu yerda o'lib ketgan. Bu kishi asosan shu bugungi Arab diyori Sham, Hijoz zaminlari, Misrlarda ko'p yurgan. Vaqtdagi ulamolar hamda asosan mushadagi danglik madrasalarda yurib, shu yerda yashab, shu yerdagi ulamolar bilan fikrdosh bo'lib, o'zining ilmiy asosini texim bekrak yoritdi. Shunglashqa Maliki mazhabniki ulamosi Halilul Maliki degan shayxda Imom Malik rahmatullohi alayhiniki Muvattani o'qigan bu odam. Bu ulamolar ayni vaqtdagi ko'pincha ilm asosan rivoyat asosida, ya'ni ma'lumotni bilish, yaxshi bilish asosida bo'ladi. Ko'pincha. Lekin bu odam shu ma'lumot, rivoyat xarakterlik ilmlar bilan kifoyalanmay, nurg'un ilmiy pallarda yetilgan Shunglashqa Zaynuddin Iroqi deymiz, Imom Subki, Imom Ibn Mulaqqin, Balqini qatorliq o'z davridagi danglik islom dunyosidagi büyük ulamolarda o'qigan. 40 yildak ilm taqtish orqali islom dunyosida kezgan bir büyük alloma. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur büyük shaxslardan Qamus nomli kitobniki avtori Majduddin Shirazi degan kishi. İsmi Abu Tahir Muhammed ibn Yaqub ibn Muhammed ibn İbrahim Shirazi. Feyruz Abadi nomli bir qamus bor. Shu qamusniki avtor bo'ladi bu odam. Qisqartib hamda buni Qamusul Muhit deb deyilgan. Qamusul Muhit, ya'ni o'qigan qamus deganmi bo'ladi bunda qilib aytgan vaqtida. Bu arab tilidagi, arab tilshunoslikdagi eng yagona buyuk asar. Bu odam Hijriya 729-yili Fars diyorininki Kazrun degan shaharlarda, yezlarda tug'ilib, bu tilshunoslikda bakrak ko'zi ko'rilgan. Keyin shu hadis ilmi o'rgangan, Suriya, Sham zaminlariga kelib Taqiyuddin Subki, Tajuddin Subki, undan boshqa masalan shu diyorniki katta ulamolarda bu odam ilm tahsil qilgan. Öz davrida qandaq mayli mamlukilar bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, qandaq bir podsholar, sultonlar bo'lsa, bu odamni hurmatlab ikrom qilgan. Hatto To'mirlangdek bir zolim podshomi shu davrda 5000 dinar bu odamga mukofot berganligi xotirlangan. Rim diyorlari mesela Anadolu'da Osmanlı bu adamni hurmat qilgan. Mana shu ulamolarga nurg'un hurmatiga erishgan bir büyük ulamo. Ayni vaqtida o'zini aytib, sehi mard odam ekan. Shunchalar podsholar mol dunyo sovg'at qilsa, qo'lida yana bir nima yo'q-da. O'ziniki tasarrufotini aytib ko'p, ishiltish o'rnini aytib ko'p, chiqimni ko'p qilgan odam boshqa. Hepsini quvvatli odam ekanda, safarlarda to'gi-to'gilarda kitob otib mangdigan, shu kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin kitoblarni setib etgan. Chunki u kitobni butun yodlab bo'la oladi ekanda bu odam.
Şoňlaşqa bu adamniki bugunki Qamusul Muhit namly kitaby her bir arab dilini bildigan adamlarda boluş tegişlik büyük kitaplarnınki biri. Onundan başqa bu adamniki kitaplardan Tahbirul Muvşin namly kitaplarymı bar. Bu kitaplarym hazır bu kitaplarnınki biri. El Musallasul Kebir, Envaul Gays, El Jelisul Enis qatarlyk büyük kitaplar bar. Bu kitapların El-Lami'ul Muallibul Ucab namly kitaby munayety meşhur. Onundan başqa bu dövrde ölüp ketken meşhur büyük şahslardan Maliki mezhepninki öz dövründeki katta büyüklerden Halep Nehriri diyen kişi. Bu kişinin ismi Halep İbni Ebi Bekir İbni Ahmed Nehriri. Yani Zeynuddin lakımı var. Hicriye 744. yılı tuğulup Medine'de 818. yılı ölüp ketken. Bu büyük Allame özü tigi Mısırlık Maliki mezhepinin uleması. Ama Peygamber diyarını yaxşı görüp şu diyarda yaşagan 744. yıllar tuğulganda. Keyinki mezilde Medine'de makallaşıp Medine'de oku-okutuş, hadis, ondan başka ibadet işler bilen şogullanıp ahirki ömrünü müşahede ötküzgen büyük Allame. Bu devirde ölüp ketken yani bir meşhur şahıs Şemsuddin Tabbani degan Hanefi mezhepninki büyüklerden. Bu kişi evini vaxtida bir xanıqanın bir şeyhi bolgan eken. Yaqub ibn Celal ibn Resul ibn Ahmed ibn Yusuf Rumil Hanefi namı bilen meşhur ismi bu. Rumi degan deyilgan bu adamның şu Anadolu topraklarından ekenligini bilwagıl boldu. Özü arab dilini, balagat ilmini yaxşı biladigan, onundan başqa aqli penge ait mahir, fiqhidan ait yitik ulama, himmetine ait ali, ahlak güzel, nurgun kitaplarını yazgan, hadislerini öğretken, fatva, okutuş işleri bilen şugullangan. Onundan başqa devletninki aynı vaqtdaki bir qism iqtisadi işlerge munayet mesul bolgan. Nurgun devletninki devletlik täze medreselerde okutuş, mutavellilik hizmeti bilen şugullangan. Onundan başqa bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Ebu Hureyre ibn Nakkaş degan kişi. Bu sahabe Ebu Hureyre mesela şu isimdeki İbn Nakkaş'ın oğlu Ebu Hureyre ismi bilen yazılgan bir şahs. Bu kişinin ayeti büyük bir ulema. Lekin bu kişininki iniq tercümanını tapamadım. Ama bu kişinin ayeti akıllık, zerek adamliki çıkıp durdu. Bu adam da cık adamlar mesela bu dünyada inayet akılını dünyaya ışıltıdı. Kanda yaşayışını, kanda bir payda menfaatini qoğuluşup şunun qarta payda menfaat qarta özünki akılını ışıltmadı. Köpünçe adamlarınki yolumuş. Ama bu adam ahiretke akılını işletken büyük Allah'ım eken. Özün vesiyetide yazışca mesela. Bu adam yol nait adamlar köp sefer kıldıgan yol boyuga depni qilishni vasiyat qilgan ekan özünki ahliga. Bu qabrga mundaq bir rubai yezilgan onun ustiga. Bi qari'ati tariqi ja'altu qabri li ahda bit tarahhum min sadiqi. Fa ya mawlal mawali ente awla bi rahmeti men yamutu ala tariq. Bunun manisi men muşu qabremni yolunun boyuga saldım deydi. Ötken keçken yaren dostlarının bana bir rahim tilep bir dua qo'yishini ötünüp. Ey ulug' Parvardigar, ulug' Allah. Bu yoldan ötken adamning rahmet yak tarahhumlardan rahmet tilep dua qilishlardan lekin sen texmi bekrek mush rahm qilishga aytdi. Haqliq yoki loyiq bir zot deb shunaq degan. Demek bu arqılık ötken keçkenler bir köge adam çokum bundan zok elip dua qo'yishi mumkin. Şu duanın berkatıdan kabirde bu adamniki işleri asan bolup ketishi mumkin. Demek bu adam öz hayatidimi hem ölgendiğin kimi aqlına aytdi. To'g'ri ishlatgan büyük bir ölüm adak qiladi. Ondan başqa bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan İmam Van-Nug'i degan kişi. Bu kişi muş devirde ölüp ketken Hicriye 803. yıldan keyin Baliqqa xotirlangan, amma qachon ölüp ketganligi aniq emas, lekin muş devirde ölüp ketganligi aniq. İsmi İsa Van-Nug'i deymiz. Abu Mahdil Faqih nomi bilan meşhur. Bu adam muş Mashriq diyarlarda nayt köp yurgan, balkim Mag'ribil Arabiyda yashagan adam bo'lishi mumkin. Şoňlaşqa Misrga kelip
İbn Ataullah Sekenderi meşhur tasavvufçu, faqih. Bu adam da o'qigan. Şu adam da ilm olgan. Maliki mezhepdeki Tehzibul Mudavvine namlı kitapqa bu adamniki bir yazgan şerisi bor. Ondan başqa Muhashsha Mudavvine mi deb qo'ydi. Demek bu şahıs Maliki mezhepdeki büyüklerden. Ondan başqa bu davrda ölüp ketken meşhur şahslardan Ustaz İzzeddin İbn Cema'a degan kishi. Başta bir İzzeddin İbn Cema'a ötdi, Qazil Quzzat namı bilen mutevekkilning zamanında ölüp ketken meşhurlardan. O emas. Ma'nın ismi Qazi İzzeddin. Lekin bu kişinin ismi Muhammed ibn Ebu Bekir ibn Abdülaziz namı bilen meşhur bu adam. Hicriye 749 yılı tug'ilib, Hicriye 819 yılı, Miladiye 1416 yılı ölüp ketgan. Özü Şafi'i mezhepte yetilgan bir tilshunos, usulshunos, bir faqih. Tegi Şamning Hamadin atı bo'lsinki kelib chiqishi. Ama hozirgi Qizil dengiz bo'yidagi Yambu Madinaga yaqin. Shu yerda tug'ilib, shu yerda cho'ng'ilib, kim Qoiraga ketib, Qoirada o'qish bilan shug'ullangan. Qur'oni Karimda bir oyda yodlab bo'lgan deyilibdi. Bir mo'jiz bu. Undan boshqa nurg'un ilmlarda o'z davrida yetilgan. Qoirada vabo kesili bilan o'lib ketganlik xotirlangan bu buyuk zot. Shunlashqa mening zamonimda men ulamolar bilmaydigan 15 xil ilmni bilaman degan bu odam. Felsefe, tibobat, mantiq, balog'at, nahv sarf, hadis, fiqh, tafsir. Buning hammasi ayrim-ayrim bir fan hisoblangan gap hamda. Demak, bu adam 9-asrdagi buyuk alloh deyishik bo'ldi. Undan boshqa bu odam o'zini chavandoz, neyzivaz, bunda nept ariyalaydigan, undan kulik chaqchaq, bunda adam kenda qo'shoqchi deymiz, mesela qiziqchi deymiz. Demak bu odam nihoyatda ko'pga mohir odam ekan. Bu odamning İyanetul İnsan ala Ahkam Sultan al-Umniye fi ilm al-Furusiyya nomli kitobi bor. Usul fiqh haqida mesela Sharhul Javami'ni bu odam sharhlagan. Undan boshqa 40 Navavi İmam Nevavi rahmetullahi alayhiniki. Bu kitobni sharhlab At-Tabyin nomi bilan sharhlagan. El-Jami' nomli bir tibobat kitobi bor. Undan boshqa G'oyatul Amani fi ilmil maani degan balog'at kitobi bor. Lumatul Anvar degan bir kitobi bor. Bu asosan shu anatomiya haqidagi yozilgan buyuk asarlarniki biri. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ibn Hisham al-Ujaymi degan kishi. Bu kishining tarjimalini topib bo'lmadim. Ammo bu kishi Jamoliddin al-Hisham degan kishi shu bo'lishi mumkin. Chunki bu kishimi Ujaymi qabilasiniki. Chunki bu kishiniki oil tavobati, cho'ng bolalari shu fiqh, usul fiqh, arab tilida mashhur buyuklardan bo'lgan. Demak bu cho'ng dadasimi Alloma deb sifatlangan bu odamlarniki. Shu odam shu bo'lishi mumkin. Lekin buningdan ko'p ma'lumotni topolmadim. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Salohiddin Fahsi degan kishi. Bu Ebu Safa nomi bilan mashhur, o'zi Shafi'i mazhabining buyuklaridan, Suriyaniki Ma'arrat Nu'man degan shujutidan, ismi Halil ibn Muhammad ibn Abdurrahim. Hicriye 763 yıl tug'ilib, Hicriye 821 yılı, Miladiye 1418 yılı o'lib ketgan. O'zi davomli jahonkezdi muhaddis. Adabiyot, miros, matematika, she'riyat fanlari bilan aytdi. Yaxshi to'nilgan, Makkada uzun mezgil haj qilish munosabati bilan shu yerda makonlashib turib qolgan. Suriya, Misr, Mushtiyarlarda, Madina, Ahso, Qatib, Hindiston masalan. Shu diyorlarda yurgan, hatto Paris elidan Hormuz, Herat, Samarqand, Turkiston ilg'a. Yazid degan yerda o'lib ketib, Yazid degan balkim nima deyish mumkin? Paris diyorida bo'lishi mumkin. Bu odamning o'ziniki bir qancha kitoblari borligi xotirlangan. Jumladan mesela Shafi'i mazhabidagi faqihlarning hadislari edi. Ondan boshqa bir qism ulamolarning kitoblariga hashiya yoki ta'liqot ilova yozganligimi xotirlangan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuk shaxslardan Shahobiddin Azzi degan Shafi'i mazhabidagi buyuk peshvolardan Shahobiddin Ahmad ibn Abdullah al-G'azzi Azzi degan bo'ladi. Maktabda Azzi deb deyilibdi, ammo boshqa manbalarda G'azzi deyilibdi. Balkim bu kitobdagi xatolikmi yoki Azzi deb nomli qashta odam bormi? Buni
uqmadık, ammo Shahobiddin G'azni nomi bilan Hijriya 760-yil tug'ilib 822-yili, ya'ni mushu davrda o'lib ketgan mashhur bir shaxs bor. Bu milodiya 1419-yil to'g'ri keldi. G'azni tug'ilgan. G'aznida mushu Qur'onni yodlab, mushadagi ustozlarni o'qib, alfiyani o'qib, uningdan boshqa masalan nurg'un pallarda qisqa muddatda yetilgan bir buyuk alloma. Keyin Baytul Maqdis Falastin shu yerda yurgan, Damashqlarda kelib shu yerda o'qigan, Makka ziminlarda o'qigan, hatto 40 yildak masalan mahkama qozida fatvo berganligi xotirlangan bu odamniki ayni vaqtida. Keyingi mezgillarda shu doktorxonaniki nodir bo'lgan. Ayni vaqtida shu Bemoriston nomida nurg'un doktorxonalar bor davlatniki umumiy viloyat qishloqlarda. Bu odamniki buyuk kitoblarda masalan İmam Subki'ninki mesela Cemul Cevami'ni şerhligen bu usul fıkıh haqidagi kitap. Ondan başqa İmam Beyzavi rahmetullahi aleyhiniki Minhajul Usul nomli usul fıkıh kitabı var. Buni şerhligen. Onun üstüge Buxariyga bir ilave yazgan 3 tomliq qilib. İmam Buxariyninki ustozlariniki tercümanını yazgan. İmam Nevi rahmetullahi aleyhiniki Minhaj nomli kitabını şerhligenligi xotirlangan. Amma mavi Shahobiddin G'azni bo'lgan bilan Shahobiddin Qartavul Azzi nomi bilan bir ulamo bor ekan shu davrda. Xazandar bo'lgan. Nurg'un kitoblar bo'lgan bo'lsa, lekin bu odamniki bizga yetib kelgan eng mashhur kitoblardan Tarix Majmu'un Navadir mimma jara lil awail vel awakhir nomli kitobi bu tarix kitob. Undan boshqa bir kitobi borligi xotirlangan, ismi zikr qilinmabdi. Ondan başqa bu davrda ölüp ketgan mashhur shaxslardan İmam Balqini rahmetullahi alayh, Bulqini deyildi. Jaloliddin Bulqini, Abdurrahman ibn Shayxul Islam, Sirajiddin Umar ibn Ruslan nomi bilan mashhur. Bu kishi Arablarning shu Kanana qabilasidan undaqda Quraysh qabilasiga tutishdi bu kishiniki nasabi bu. Hijriya 763-yillar Qoyirada tug'ilib shu yerda dadisi Sirajiddin Bulqinininki qo'lida o'qigan. Chunki dadisi Sirajiddin Bulqini ayni davrdagi Shayxul Islom. Shu davrdagi nurg'un ulamolarda o'qigan, dadisiniki nayt yaxshi ko'ngil bilishi bilan bu faqih ilmida yetilgan. Bu Zamzam suv ichgan vaqtida bu odam haj qilib ketganda, shu vaqtida shu tushanchamni bir narsaga bo'lgan his qilish tuyg'umni bir kuchaytirib bersa deb ichgan deyilibdi Zamzamni. Shuning bilan ozg'in muddatda bu duoning barakatidan tushanchasini aytib uchuq fikr o'tkir ulamolarniki qatoridan sanalgan. Bu odamniki eng buyuk ustozlardan dadisi Sirajiddin Bulqini fiqhida, Abul Hasan Ali Ayyubi, Buhaydin Halil degan daniq muhaddis, shu asosiy bu odamniki ustozdiri. Bu odamniki kitoblarda Mavaqi'ul ulum fi Mavaqi'un nujum. Bu shu nima haqida yozilgan kitob, yulduzlar haqidagi. Undan boshqa Al-Ifham nomli kitobi va Sahih Buxoriyninki bir qism xam so'zlarga qarata ta'liqat. Undan boshqa Bazlun Nasiha, Munasibat Abwab Tarajimul Buxoriy, Al-Kabair va Sag'air qatorliq kitoblar. Undan boshqa Imom Naviyninki Minhajut Talibonga qarata yozgan Nukat nomi bilan bir kitobniki baliqimi xotirlangan. Hamda Imom Balqini rahmatullohi alayh o'z davrida Mamlukilardan shu 6 sultonning zamonida qozilik mansubida o'tagan. Bu oson gap emas. Lekin bu qozi bu Mamlukilarning bu sultonlarining jiqlari asosan birini o'rib, cho'rib qilgan paytlarida. Imom Asqalani rahmatullohi alayh bu odamni ta'riflagan vaqtida dunyodagi ajoyibat, g'aroyibat qatoriga kirdi degan odam. Nemishqa? Nayt hibs quvvati bak o'tkir, odatdan tashqari. Adi masalalarni tushunish iqtidori ajoyib tezlaydi. Shunashqa. Bu kishi 824-yili Misrda o'lib ketganligi, Damashqda o'lib ketgan, lekin Misrga opirib, Misrda shu yerga dafn qilgan dadasining keyiniga. Balkim bu odamningki vasit bo'lishi mumkin. Bu odamniki Mavaqi'ul ulum fi Mavaqi'un nujum degan kitobi Makka da dars qilmagan debdi. Mavaqi'un nujum degandilla men shu yulduzlar turkumiga munosabatli kitob bo'lishi mumkin dedim. Balkim bir qarab baqishga tegishli kitoblarniki biri. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Burhoniddin Bayjuriy degan kishi
ismi Ebu İshak İbrahim ibn Ahmed el-Becuri, Burhaneddin el-Becuri namıyla meşhur. Hicriye 750 yıl doğulup Hicriye 825 yıl ölüp ketken Şafii mezhebiniki büyük usul fıkhi ulemaslarınınki biri. Bu kişininki İmam-ı Nevi'ninki bir kitabıga yazgan bir şerif balığı hatırlanıptı. Ravze namlı kitabıga. Bu adamninki şagirdlerden Celaleddin Muhalla degan kişi bu adamninki şagird bo'ldi. Fiqh ilmini Celaleddin Muhalla bu şeyden okugan. Endi bu Celaleddin Muhalla kim o deganda Celaleddin Suyuti'ninki ustoz bo'ldi. Tafsir Jalaleyn'ninki mesela yerimini Celaleddin Muhalla yazgan, yerimini Celaleddin Suyuti yazgan. Demek Celaleddin Suyuti'nin ustazı bo'ldi bu adam. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan yana Veliyul Iraqi namıyla meşhur bo'lgan büyük bir allame. Bu kişinin Veliyuddin Iraqi deymiz. İsmi Ahmed ibn Hafiz. Hem de bu Abdurrahim Iraqi'nin oğlu bo'lg'achqa, şöyle tutaşqachqa nasibi. Şoňaşda Iraqi dep atalgan. Teki Kurt bu adamninki. Ama tug'ilib o'sib cho'ng bo'lgan ölüp ketgan yeri Misr, Qayra. Mısır'daki öz devrdeki dağınık Şafii mezhebindeki büyüklerden özü kattı ulema nurgun kitaplarınki autori buludu bu adam. 762 yılda tug'ilgan. Dadısı Abdurrahim Iraqi bu adamga ayeti bek ko'ngil bo'lgan. Nurgun ulemalarning qishiq olib berib, shularda ders oldirib o'rgatgan. Damashq, Makka, Madina, mush diyarlarda uzun yıl jahon kezgan. Dastlabda mesela dadısınınki qo'lda o'rgangan bo'lsa-mu, keyin Misrninki katta ulemalarda va undan keyin Hijaz zeminining ulemalarida o'qigan. Bu adam endi bayatning biz gapni qilgan Jaloliddin Bulqiniydan keyin Misrninki qozilik maqomida o'tgan. Bu adamninki kitoblardan Al-Bayan va Tavzih nomli kitobi, bu hadis haqidagi yozilgan kitob. Sunan Abu Davud yozgan bir sharisi va usul fiqh ilmida Sharhul Jamul Javamil bor masalan. Ondan başka bu adamninki İmam Zemahşeri rahmetullahi aleyhinki Keşşaf yazgan bir şerifsinden bağlıqımı hatırlangan. Hicriye 826 yılı, miladiye 1422 yılı ölüp ketkenligi hatırlangan. Demek bu Iraqi ailesi Mısır'daki nihayeti büyük katta ulemalar ailesi deyişki buladı. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Şemsuddin Diri degan ulema. Şemsuddin Maqdisi deymiz asli. Dimishqa deganda bu Dir degan Damashqda bir Dir degan bir qishloq yezi bor. Shu yerga nisbat berilib Dir deyilgan. Ama bu adam şu Palestin'de Maqdisi şu diyarlarda yaşagan, nurgun pellerde yetilgen ulema, nayet tirishchan, ijtihatlik ulemalarning biri. 827 yılı ölüp ketkenlikka bu adamninki tarix kitaplarida xotirlangan. Nurgun ulemalar bilan şu vaqt munozirada yozgan, chiroyli xatlarni yozgan o'sini xat usta adam. Dadısı tijoratchi bo'lg'achqa bu adam ilmni o'zlab egallagan. Yani o'zligidan o'rgangan adam bu. Ayni burunqi zamonlarda bu Baytul Maqdis degan butun dunyodagi ayni vaqtdagi musulmon olimidagi eng zohid avliyoullohlar yig'iladigan ulamalar to'planadigan bir haramxona bu. Shunda bo'lgan ekan islom dunyosining nurg'un qishloqlaridan, shahar, yezlardan Baytul Maqdisga kelib, bu yerda ilm o'rganadi, dars o'rganadi, yaxshi kishilarning suhbatiga muloqot bo'ladi. Demak, bu kishimi shu taleylik büyük şahslarniki biri deyishki bo'ldi. Asosan bu adamniki bunda ko'zi ko'rangarak tarafi ilmiy jihatdan, shu fiqh jihatda bakrak ko'zi ko'ringan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Sharfiddin Tabboniy degan kishi. Bu kishi ayni vaqtida masalan undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur büyük kishilardan Alaeddin Mughli degan kishi, ismi Ali ibn Mahmud ibn Abu Bakr, Qazi Alaeddin Mughli mi değildi. Özü Hanbeli mezhebindeki büyüklerden 771 yılı tug'ilgan. Dadısı Iroqlik Sodigar, keyin bular şu Suriyaning Sham zaminidagi Silmiyada tug'ilib, Mo'g'ul deb shu nom bilan atalgan. Damashqda, Suriya zaminlarida, Sham diyorlarida ko'p ilm tahsil qilgan. Chunki bu odamda o'ziniki kichkinadan zerakligi chaqnab turadigan bir ulama. Şoňlaşgan nurgun kitaplarını bu adam özü kiçik turuplam yad algan. Ve ondan başka şu şeriat talantı bilen yaxşı. Köp şiirlarni yad bilişlen birge hem özü şiir yaza alaydı.
Bundan başqa bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Badriddin Damamini yoki Ibn Damamini nomi bilan mashhur bo'lgan bir Misrning dаңliq bir faqih, grammatikarshunos, adib, shoir va Damamin shaharlik bo'lg'achqa shuni Damamini deymiz. Tarixchilar bu odamni Misr va Sham diyorining ayni davrdagi shu arab grammatika ilmining asosini tikluvchilarning biri deb qaragan. 763-yili tug'ilib, 827-yili milodiya 1424-yili o'lib ketgan. Bu odam Misrniki Iskandariyada tug'ilgan. Misrda o'qib, keyin Qoyira, Iskandariya va bu yurtlarda qozi bo'lib, keyin Jami Azharda muftiy bo'lgan bu odam. Keyingi mezgilda shu o'quv o'qitish ishlari bilan shug'ullanib, oxirgi paytlarda Damashq, Hijaz zimminlarda shu yerda yurgan. Bu odamning bir endi bola kelsa inson nima qilishini bilmay qoladi. Seyponlik bilan shug'ullandiganda Qoyirada o'zi ko'yib ketib, nurg'un qarzlar ulab ketibdi. Endi bu qarzlarga qolib qo'ygandan keyin axir amal bo'lmay, o'zining yutuq qochib chiqibdi. Qarzlarni bu odamni tutib kelib Qoyiraga. Qilgan nazi bu odamning holi kuni yana qaytadan bir yaxshilanib, haj qilib, Yamandagi Yamanga o'rib, endi Hindistonga o'rib, Hindistonda uzun yil o'quv o'qitishlar shug'ullangan deyiladi. Asasen bu ömrü keyin Hindistan'da ölüp ketgan. Üzümden zaharlanıp ölgen deyilgan. Ama bu adamninki xilja kitapları var. Tuhfatul Gharib, Fil Kalam, Ala Mughnil Labib. Bu kitap mı asasen nahvi kitaplar. El-Uyunul Gamize, Şemsul Maghrib, İzharut Ta'lil, El-Uyunul Gamize qatarlıq bu kitaplar asasen şu edebiyat, nahvi sarif qatarlıq mezmunlar yazılgan. Hem de hadis kitaplarının Bukhari'ye yazgan bir şerifsinki balıqı hatırlangan. Fathur Rabbani namlıq bir kitabıma balıqı hatırlangan. Ondan başqa bu davrda ölüp ketgan mashhur büyük shaxslardan Abu Shuja degan kitobni sharhlaygan Taqiyul Hasni degan Taqiyuddin Hasni degan kishi 829-yilda ölüp ketgan. O'zi Shafiy mazhabiningki büyüklerden. Aqida jihatda Ashari mazhabiga tava. İsmi Abu Bakr ibn Muhammad ibn Abdulmu'min deyiladi. Bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki aile tavabatlardan Hüseyin radıyallahu anhu tutuşudu bu adam. Demişik'te şu yerde makallaşkan. Şunlaşkan mı şu Demişik'te Camil Umevi'de nurgun ilmi hizmetler bilen şoğullangan bu adam. Lekin gayeti köp hata alganken, lekin bırakılan bir keyingi mezgilde özgürüp bütün halk bilen boğan münasebetini taşlap ilim, kitap yeziş mush ishlar bilan mashg'ul bo'lib, hatto kishilarga bunday ko'p gap qilmaydigan bir odamga aylangan bu odam. Bu odamniki fiqh, tasavvuf, zohidlik haqida nurg'un kitoblari borligi xotirlangan, ya'ni o'ziniki to'plaganligi. Shunlashqa o'z davrida shu dunyoparast deb qozilar, amirlarga qarata bu odam o'ziniki tilni qo'yayotgan. Bunday demoqchi bo'lgani bularni ko'p tanqidlagan. İbn Teymiye rahmetullahi aleyhi bilen bu adamdaki köpligen münazirleri hatta İbn Teymiye doğruluk gap qilgan bir qism raddiyalar bo'lg'achqa shu davrda Damashqningki talabalari, o'quvchilar orasida nurg'un fitnalar yuz bergan. Chunki bu odam Ashari mazhabida İbn Teymiye rahmetullahi aleyhi salaf aqidasida cho'qim bu ixtilofningki kelishi, chiqishi aniq bu yerda. Bu adamniki o'lib ketgan vaqtida Damashqda cho'ng bir odam qolmay jinoyatga qatnashgan, cho'ng davlat arboblari jinoyat boyalariga elib, dollarga elib, qabristonlikqa olib borgan deyilgan. Hatto Hanbalilar ham qatnashgan deb. Nimishqa deganda amaliyotda bular bilan ikkisining orasida nurg'un ig'ir oqibatli bo'lgan bilan Hanbali ulamolari bu odamning bu ishni qilishi ma'lum bir aqida, ma'lum bir qalbidagi qanoatdan deyilgan gap. Hergiz bid'atga chaqirish nuqtasidan emas va yoki yomonlik nuqtasidan emas. Haqiqiy o'zi to'g'ri deb ixlos qilganni, yuragini to'g'ri deb degachga, samimiy bo'lg'achqa bu masalada bu odam haqiqatni tepish irodasi kuchli bo'lg'achqa, balki Hanbalilarmi o'ziniki uch ko'rishiga bakmay dinozamda qatnashgan bo'lishi mumkin.
Bu adamniki Kifayetul Ahyar namlı bir kitabı var. Bu kitabını bir okuş tegishli kitaplardan biri. Ondan başka Esmaullah'l Husna yazgan bir şerisi var. Ondan başka Defu Şibah namlı bir kitabı var. Tefsir kitabı bağlığım hatırlangan. Sahih Müslim yazgan şerisi var. İmam-ı Nevi'ninki 40 hadisini şerhlegan. İhya Ulumuddin hadislerine münasebetlik talikatları yani ilavları var. Bu adamınki. Şerhun Nihaye deyimiz. Telhisul Muhammad, Şerhul Hidaye ve kısa kitaplar asasen şu fıkhi cihette yazılgan büyük kitaplarının biri. Ondan başka tasavvuf hakkında yazılgan Ta'dibul Kavm, Tenbihus Salik, Katarlık Kam'un Nufus ve Rıkkiyetul Me'yus Katarlık kitaptır ve bu asasen şu tasavvuf ilminde zahitlik hakkında yazılgan kitaplarının biri. El Mevlud, Ehval Kubur Katarlık kitaplar. Hoş. Ondan başka bu devirde ölüp ketken yeni bir meşhur şahslardan El-İmamul Haravi degan kişi. Bu hem de Haraviler naiti bek köp. Çünkü bu Herat'nın Afganistan'ın hazırkı Herat ülkesi bu yerda nurgun ulamalar çıkkan. Hatta Medaricit Salikinin asli abduri mesela İbn Qayyim Cevzi şerhlegan o. Bu kitabın asli abdurumu aşı Heratlık bir Haravi degan bir kişinin kitabı mesela. Bu Herat nurgun evliya salihlarniki bir makani. Nurgun ulamalar çıkkan bir diyar hemde. Lekin mavi Haravi qaysi Haravi ekanligini ben köp izlendim, tapamadım. Şunda izlesem o 4. 3. 5. asırdaki Haravilerning tercümalı köp çıktı. Ama bu kişininki tercümalı tapamay qaldım. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Hidaye degan kitapni ait köp okugan Sirajiddin degan kişi Qari'ul Hidaye namlı meşhur. Belki Hanefi mezhepdeki Hidaye namlı kitapni ait köp okuğaçqa davamlıq ama şunun ehmiyet bergechke şunda degan bo'lishi mumkin. İsmi Ömer ibn Ali ibn Faris el-Kinani deymiz. Hijriye 829 yılı, miladiye 1426 yılı ölüp ketken. Bu adam öz zamanında Mısır'da Hanefi mezhepdeki ulamalarniki peşvası deb qaralib, şu mezhep asasida o'quv-o'qitish, fatvo ishlarida şu ishlar bilan shug'ullangan. O'zi hayotida kitob o'qib boqmagan, ammo o'zining hifz quvvati yaxshi bo'lg'achqa Hidoyani zot degan yerdan deb beradi ay shunashqa bu odam Qari'ul Hidoya deb shu nomni olgan bo'lishi mumkin. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Necmiddin Hacci degan kishi. Necmiddin Hacci öz devirde bir qazi Quzzat Ömer ibn Hacci ibn Musa namıyla meşhur. Şam diyardaki bir Müslümanların qazisi hem xatibi bo'lgan uzun yıl bu adam hemde. Onun üstüge 760 yılları tug'ilgan. Şu demiş şu etrafta Kur'an-ı Kerimni o'qib ondan başka bir kısım kitaplarını yadlab aynı devirde öz devirdeki katta ulamalarda okup keyin hem de Mısır, Şam, Hicazlardaki ustazlarda okugan. Demek bu kişimi öz devirde ilmi hizmetlerle köp şug'ullangan büyük bir dini erbab deyishki bo'ladi. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur büyüklerden Bedreddin Beşteki degan ulama. Bedreddin Beşteki 748 yılı Kahire tug'ilib 830 yılı Hijriyaniki mush devirde ölüp ketken. İsmi Muhammed ibn İbrahim ibn Muhammed namı bilen ismi. Lekin meşhur bo'lgan, tonulgan isim bo'lsa Bedreddin Beşteki, Bedrul Beşteki deymiz. Özü meşhur şair bu adam. Meşhur şair. Ondan başka Kur'an'dan ayet yaxshi o'qiydigan qari. Hanefi fiqhidagi kitaplarni yodlagan ki Şafi mezhepga köçken bu adam. Demek bu adamın ilmi cihetki kösetken töhfelerin ait köp. Günde mesela 5 depter bir narsa yazatdı depti. Acayip köp narsa yazgan adamken bu. Hiç çıkanda bir adam o'xshamaydigan şekilde bir narsa yazatdikan. Hem de öz devirde şu sopizm yolunu köp tanlagan bu adam. Bu adamniki şu she'rlar toplumi borligi xotirlangan. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur büyük şahslardan Şamsuddin Birmavi degan kishi. Birmavilar belki şu vaqtdan tatib bakanda, şunu qaraganda Şamsuddin Muhammed ibn Abduddaim ibn Musa
El-Bermavi el-Misri deyilgan. 763 yılı tug'ilib 831 yılı miladiy 1928 yılı ölüp ketgan. O'zi arab tilini, nahv, hadislarni yaxshi bilgan Şafii mazhabiniki usulshunos ulamolariniki biri. Bu yerdagi Bermavi, Berma deb Misrning g'arbiga joylashgan bir yezining ismi ekan, mintaqa. Hozir biz deylayotgan Bermavi o'xshaydi debmiz. Qur'on Karimni kichkidillam yodlab, hadislarni o'rganib, Damashq, Qoyira, mushu diyorlarda, Makka diyorlarda, Hijozlarda, Quddus shariflarda ilm o'rganish, o'qitish ishlari bilan shug'ullanib, oxiri Quddusda yerlashib, shu yerda o'zining umrining oxirigacha dars o'qitish bilan mashg'ul bo'lgan. Nurg'un shogirdlarni tarbiyalab yetildigan. Bu odamniki Al-Lami'us Sabih al-Jami'us Sahih nomli bir kitobi bor. Bu Sahih Buxoriyga yozilgan bir sharhi. Ondan başqa usul fiqh haqida 1000 beytlik bir şirlar toplumu var bu adamniki. Şerhul Umd var mesela. Miras ilmidagi kitoblar bor. Demak bu adamning qo'shgan tuhfatlari nihoyatda zo'r deyishga bo'ldi islom dunyosida. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuk shaxslardan Shamsuddin Shattanufi degan kishi. İsmi Muhammed ibn İbrahim ibn Abdullah. O'zi Misrniki Mannufiyada tug'ilgan. Mannufiyada 751 yilda 832 yillarda o'lib ketganligi bu odamniki xotirlangan. O'zi Qoyiraga yenib kelib, fiqh, miros ilmi, arab tili, qiroat qatorliq shu ilmlar bilan shug'ullangan. Bo'libmi, shu arab tili shunasi bilan miros ilmida ko'zi ko'ringan mashhur shaxs, o'zi fazilatli, kamtar. Hatto shu muavin vali bo'lgan desimi ulamagan. Demak, o'zining zoitligi chiqib turibdi bu jihatda bu odamniki. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Taqiyuddin Fasi degan kishi. Abu Tayyib Muhammad ibn Ahmad ibn Ali nomi bilan mashhur. Hijriya 775 yilda tug'ilib, Hijriya 832 yilda o'lib ketgan. Hadis ulamosi o'z davridagi ham tarixchi ham Maliki mazhabidagi dongli faqihlarniki biri. Bu adam Fasda tug'ilgan. Fas degan hozirgi Mag'ribul Arabiyda payg'ambar jamoatiga tutishuvdi, chunki bular Peygamberimizin cemaatlerinin bir kısmı şu yerda Adarisa devletini kurgan. Adarisa devleti peygamber cemaatiga tutuşudu hamda. Kim Mavaliyi ve Taqiyuddin Fasi anısı bilan Medine'ye yetkilib kelib, Mekke Medine'lerde yaşap, Mekke Medine'nin ulamalarida o'qib, keyin ulamalar bitishib, Mescid-i Haramda imam bo'lgan bu adam. Ayni davrda mesela talant bo'lsa, mesela ondan kimlik pasport sürüş qilmaydigan vaqtlarda bo'lgan davrlarda. Ondan başqa Mekke'de şu Maliki mezhepga tava qozilik mansibini davomlashtirgan bu adam. 10 necha yillik shu xizmatlar bilan shug'ullangan. Ibn Hajar Asqalani bu shedemning shogird bo'ldi. Fayruz Abadiylar mesela, Zeynuddin Iraqiylar bu shedemniki shogird va ustoz bo'ldi, Mavlay mesela ustoz bo'ldi. 500 dak ulamo bu adamniki ustoz ekan. Bu adamniki El-Muqni min Akhbaril Muluk vel Khulafa ve Vullat Mekke'te Şurafa namlı kitabı var. İslam tarixidagi mashhur xalifalar, podsholar, ulug' shaxslarniki kitobi yozilgan. Tuhfatul Kiram namlı kitabı var. Mekke'ninki tarixi, Tahsilul Maram shu. Demak, bu Taqiyuddin Fasining asosliq bugungi islom dunyosidagi mashhur kitobi Shifaul G'aram bi Akhbar Baladil Haram. Endi shu Mekke'ga munosabatlik bu kitobi naytbet meşhur bu adamniki. Azır kadar bir merci itibar güçlü kitaplarniki biri. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Zeynuddin Qimmani degan ulamo. Bu kishiniki tarjimalarni topolmay qolib qoldi, kechirgaysizlar. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Nizomiddin Yahya as-Sayrami degan kishi. Nizomiddin Yahya Sayramining ismi Yahya ibn Yusuf ibn Muhammad nomi bilan. Sayrami degandan bu odamniki bizning diyorlarimizdan Mekke degan fuqum paydo bo'lib qolishi mumkin. Lekin Tabrizdan keyin balki Tabrizda turklar yashagan Sayram ismi bilan shaharlar bo'lishi mumkin. 779-yil tug'ilib, Hijriya 833-yilda Qoyiraga kelib, shu Qoyirada 54 yoshda o'lib ketgan bu odam. Bu adam Hanifi mezhepteki büyük ulamalarınki biri deyishki bo'ladi. Hanifi mezhep bakrak yetilgan.
Ama dadısı mı aynı vaqtida mesela madem Sayrami mesela Tebrizde tug'ilgan ekan. Dadısı mı burun boshqa yurtdan kelib ekan. Balkim Turkiston diyorlaridan kelgan bo'lishi mumkin. Tebrizga o'tkazib kelgan deyish qaraganda. Chunki Tebrizda hozir qadar turklar, turkmenlar nihoyat ko'p yashaydi. Qashqaylar emasmi? Qashqaylarning tiga Qashqardan kelgan deyildi, endi Alloh a'lam. Bu odam shu dadisi o'rgangan dastlabki ilmlarni bular shu naqliy aqliy pallaga nihoyatda dadisimi yutuq bir ulamolarniki biri ekan. Shunlashqa mush kishida o'qigan deyilibdi. O'zini fazilatlik, muruvvatli odam bo'lsa-mu bir asabiyati bor deyilibdi. Ya'ni mazhabga bo'lishi mumkin, Alloh a'lam. Yoki bo'lmasa o'sal asabiylik, chachquraq degan bo'lishi mumkin. Lekin odamiylik nihoyat yuqori. Ko'pincha sal asabiy turdagi odamlarniki ko'ngli nihoyat sap, kiri yo'q bo'ladi. Undan boshqa bu davrda o'tib ketgan mashhur buyuk shaxslardan hamda Qori Yaqub Rumiy degan kishi. Yaqub ibn Idris ibn Abdullah, ya'ni Qori Yaqub degan bo'ladi. Bu odamni 789-yili tug'ilib, Shamsuddin Haraviy deymiz. Bayatinqa Haraviy balki shu Shamsuddin Haraviy bo'lishi mumkin. Undan boshqa Shamsul Fannari deymiz, mush ulamolarda o'qigan. Bu odam arab tili, balog'at ilmi, usul fiqh ilmida nihoyat yutuq ulamo, arablarda ilm bilan shug'ullangan. Undan boshqa turk diyorlaridan, masalan, Karmallar diyorlarida o'qigan. Karmallar. Demak, bu shaxsmi Hanifiy mazhabidagi buyuk faqihlardan 833-yillari atrofida, oldingi yillarda o'lib ketgan. Bu odamniki Mushkatul Mazhabiga yozgan sharisi va Hidoyaga yozgan sharisi bor. İmam Beyzavi'ninki kitabı yazgan bir şerifsi var. Belki bu Qazi Beyzavi'nin tefsir kitabı yazgan şerif bo'lişi mumkin, Alloh a'lam. Ondan başqa bu davrda o'tib ketgan mashhur buyuk shaxslardan Sharfiddin ibn Muflih degan Hanbali mazhabidagi buyuk ulamosi. İsmi Abdullah ibn Muhammad ibn Muflih nomi bilan mashhur. 757-yili tug'ilib, 834-yili Damashqda o'lib ketgan. Bu zatmi o'z davridagi katta buyuk ulamolardan deyishki bo'ldi. Chunki o'z davrida o'ziniki cho'ng dadisidan Sharifiddin Qozil Jabal degan kishilardan, undan boshqa Izz ibn Jamoadan, Jamol ibn Hishomdan, Muvaffaqaddin Hanbali, mushu Ibn Kasir masalan, mushu mashhur ulamolarda o'qigan. Fatvo, o'qitish, munozara, qozilik qatorliq mushu buyuk amallarda amal tutgan bu odam. Demak, Hanbali mazhabiniki ayni davrdagi nihoyat katta bir yutuq marjaiyat ulamolarininki biri deyishga bo'ladi. O'zi bu odam shu fiqh ilmida, tafsir, hadis ilmida da xili ko'zi ko'ringan. Asosan Hanbali mazhabining ulamolari bu jihatda buni ko'zi ko'rinirli. Chunki bular aqli pillar bilan asosan ko'pincha mashg'ul bo'lmaydi bu odamlar. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur buyuk shaxslardan Shamsuddin Al-Fanari degan kishi. Muhammad ibn Hamza ibn Muhammad deymiz, ammo Shamsuddin Fanari yoki Fanari nomi bilan mashhur. Bu odam Anadolu tuproqlaridan Hijriya 751-yili tug'ilib, Hijriya 834-yili, ya'ni milodiy 1431-yillarda o'lib ketgan. O'zi shu mantiq, usul fiqh masalan qatorliq kitob ilmlarda o'zi ko'ziga ko'ringan. Sulton Bayazid Xon, ya'ni Osmonlar sultoni, shu odamningki qoshida qadr qimmati oshgan, nashqatim hajlarni qilgan, Misrning ulamolari bilan nihoyat ko'p shug'ullangan odam bu. Bu odamniki masalan bizningki diyorlarimizda dars qilingan Iso Xo'jaga yozgan bir sharisi bor. Maktab Mubazira. Ondan boshqa Uvaysatul Afkar, bu aqli palladagi yozilgan kitoblarning biri. Ondan Miras Siroj deydigan bir miras kitobi bor. Bu kitobni bu odam sharhlagan. Ondan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur yana bir shaxs o'z davridagi qiroat ilmining buyuk peshvosi Ibnul Jazari 751-yili tug'ilib 833-yili o'lib ketgan. Bu Shafiy mazhabidagi ulamo butun shu o'z davridagi qorilarning turki deyishki bo'ldi bu odam. Chunki bu tajvid ilmida, qiroat ilmida hech bir ulamo bu odamdek bir yutuq asarlarni qoldirgan emas.
Ameliyatda bu adam tecvid, kıraat ilmide meşhur bolgan bilen bu adam bunundan başka tefsir, hadis, fıkıh, usul, tevhid, balagat, nahv, sarf muş ilmlarning hammasi ko'zi ko'ringan. Ama bekrak bizga yetib kelgani asosan mushu tecvid ilmi. Antakiya, Bursa, muş diyarlarda yaşagan, keyin Mavra Nahriga ketgan Turkiston diyarlarga. İranning Shirazlarda, muş diyarlarda yaşagan. Bu adamniki mushu Suriyaning hozirgi Jamil Umavida gumbazning ostida qiroat ilmi o'rgatganligi xotirlangan. Demak, bu nihoyatda katta ulug' bir xizmat hamda. Haqiqiy bu qiroat ilmi, Qur'on tahfiz degan bir jangovarlikni, bir iloh bilan bo'lgan munosabatni tangshab turadigan, ya'ni munosabatni uzmaydigan bir ilmning asoschilari bular. Bu adamdagi mashhur kitoblardan bir qo'r, biroz ko'rib chiqayli. Asosan bu kitoblarningki hammasi ko'pincha shu tajvid haqida, masalan, bo'lib Al-Muqaddima fima alal qari'ul Qur'on ay ya'lama. Bu kitobmi mashhur, ya'ni muqaddima Ibn Jazari nomiyle mashhur. Qolganda demadik, undan boshqa hadis ilmidimi, tarix ilmidimi kitoblari nihoyatda baliqi ko'proq xotirlangan. Fiqh kitoblarda masalan Al-Inaba fil Umra min al-Ja'rana. Bu kitobim mashhur. Bu adamniki qabrisi Shirazda. Chunki To'mirlang bilan bu adam asli Turkiya turdi masalan, ayni vaqtida Anqara tarafida. To'mirlang Sulton Bayezid yangi olgandiki, To'mirlangniki askarlari bilan birga qanslar qatilib, Mavran nahri ketgan bu adam. Turkiston diyoriga ketib, keyingi mezgilda Ironga kelib, bu Shirazda makonlashib, shu yerda o'lib ketgan. Ayni vaqtida ulamolar baxtliga islom dunyosining hamma yerini kezalaydi, aylanlaydi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs Ibn Xatib ad-Dahsha nomi bilan mashhur bo'lgan Mahmud ibn Ahmad ibn Muhammad al-Hamdani degan kishi Shafiy mazhabidagi buyuk bir qozi, hadis ilmini yaxshi biladigan bir zot. Bu adam Hamada o'lib ketgan. Hama hozirgi Suriyada. Bu adamniki Tuhfatu Zavil Arib fi Mushkilil Asma'i ven Nasib. Tahzibul Matali' li Targhibil Matali'. Mana mush kitoblari bilan mashhur bu adamniki. At-Taqrib fi Ilmil Gharib. Al-Yawaqitul Maziyya fil Mawaqit Shar'iyya. Qatorli kitoblari baliqi xotirlangan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Shihabuddin İbşiti degan ulamo. İsmi Ahmed ibn İsmail İbşiti deymiz. 760-yil tug'ilib 835-yili o'lib ketgan. Bu kishi ham da Misrdagi Qoyirada yashagan, shu diyordagi buyuklarningki biri. Bu adam shu tarix ilmiga bakrak, bu adabiyot sohasida bakrak ko'zi ko'ringan bo'lishi mumkin hamda chunki davlatningki shu buyuklarning bolalariga dars o'rgatganligi, adabiyot o'rgatganligi xotirlangan. Ondan başqa Peygamberimizdeki tercümalık münasebetlik 30 parçadak bir eser yazganlıqını hatırlaptı. Ba'sini ko'chagan deymiz, ba'sini o'zi yozgan deymiz. Shu o'z zamonidagi shu koni kitoblardan foydalanib yozib chiqqan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir shaxs Zaynuddin Tafihni degan kishi, Abdurrahman ibn Ali nomi bilan mashhur. 764-yili Misrda tug'ilib 835-yili Misrda o'lib ketgan. Bu kishimi shu fiqh ilmida, balog'at ilmida nihoyat ko'zi ko'ringan mashhur, ham vali bo'lgan ayni vaqtida. Undan boshqa Misrda shu maktablarda dars o'qitish ishlariga mas'ul bo'lib, ham shu ishlar bilan shug'ullanib, lekin 835-yili zaharlanib o'ldirilgan deyilgan. Demak, bu odamning hasadxo'r odamlari bor deyish bo'ladi. Bu adamniki kelib chiqishi masalan nihoyat oddiy. Dadisi masalan bir tugmanchi ekan. Kichik vaqtida onasi bilan Qoyira kelgan. Dadisi o'lib ketib, tugmanchi adam keyin bu yerga kelganda shu yerda bir Darultamda o'qigan, Darultamga borgan. Keyin Darultamda o'qib oxiri shu andin Misrning donglik maktablarida o'qib keyingi davrda ko'zi ko'ringan buyuk bir allomaga aylangan.
Bu adamni kim zaharlagan deganda o'zidan bir dediki zaharlagan deyilibdi. Ayolida tunji ayoli o'lib ketgandan keyin dediki bilan birga qolganda dediki biz o'zimiz bilan uy tutaylik, o'lanmang desa, unimay yana bir ayol olgandan keyin ayol o'lib ketgandan keyin mushu dedak mushu zaharlagan deyilgan. Vallohu a'lam. Ammo ochiq kelsa o'zini tutib olmaydigan ba'zi sal qalaymigan gaplim chiqib qolgan ma'val o'xshaydi. İşte bir adamken bu. Biroq nəhayət əxlaqı güzel, səbirchan, kötürüşcan bir adam ekanligi tarix kitoblarida xotirlangan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana Badriddin Qudusi degan kishi, Hasan ibn Abi Bakr ibn Ahmad degan bo'ladi. Bu kishimi shu olim, fazilatli kishilarning biri. 836-yili o'lib ketgan. Bu adamniki İbn Şamniki Şuzuru Zahab nomli kitobiga bir yozgan sharifsi bor. Bu nahv sarf haqidagi kitoblarniki biri. Bu kitobda nihoyatda yaxshi kitob deb ta'riflangan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuk shaxslardan Sharfuddin Muqra degan Yamanniki ulamosi Unvoni Sharaf nomli kitobniki avtori. Bu adam 754-yil tug'ilib 837-yil o'lib ketgan Shafiy mazhabiniki buyuk ulamolardan fiqh o'rganishga bek ahamiyat bergan adabiyot, tilshunoslik, she'riyat bu haqda nurg'un kitoblari va tarix ilmida yaxshi kitoblari va bu adamning masalan Unvoni Sharaf nomli kitobi bek mashhur. Bu adamning zakiyligi, zerakligi chaqnab turgan ulamo deb xotirlangan. Hatta İbn Hajar Asqalani Yaman diyorining katta ulamosi degan bo'lsa, Imom Shavkani rahmatullohi alayh Yaman bundaq bir avlodni yetildirib chiqamidi dedi. Yamanda bundaq bol tug'ilmadi deb ta'riflagan. Rasuliyat davlati bo'lgan Yamanda tayyorlardan burun bularniki ko'p hurmatiga erishgan buyuk bir shaxslarniki biri deyishga bo'ladi bu odamni. Bu Unvoni Sharaful Vafi degan kitobi ajoyib, boshqa kitoblarga o'xshamaydigan shaklda yozilgan bir kitob. Shuningdek bu kitob bilan tonilganda bu odam o'yni vaqtida. Chunki bu kitob fiqh, tarix, nahvi, qofiya, mushu hamma mazmunni o'z ichiga olgan. O'z davridagi shu Rasuliyat davlatining sultonlariga bu kitobni sovg'a qilgan. Bu kitobni. Bu kitobda 3 ilm bir-biriga giralishib ketganda fiqh, tarix, nahva. Asli bu kitobda 5 xil ilm xotirlangan. Buning ichida ham fiqh bilan tarix, nahvi bir-biriga giralishib ketgan. Balkim bir-biridan foydalanib turib yozilgan bo'lishi mumkin hamda bir-birini quvvatlaydigan holatda. Bundan boshqa bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Taqiyuddin ibn Hajja degan kishi 767-yil tug'ilib 837-yilda o'lib ketgan. Taqiyuddin Abu Bakr ibn Ali nomi bilan mashhur Suriyaniki Hamadin. Bu kishimi adabiyot jihatda talantli shoir, Qoyirada nurg'un ulamolar bilan uchrashgan, axloqi go'zal adam, lekin o'zi sal tamanna qo'yib qo'ydigaroq mijozbat deyilibdi. Yipakchilik qilgan deyilgan bu odam. Undan boshqa mundalik tekstillik ishlar bilan shug'ullangan. Jiq ulamolar ayni vaqtida hammasiniki bir hunar kasblari bor. Lekin adabiyot jihatdan bek ko'zi ko'ringan buyuk bir shaxs deyishga bo'ladi. Shuningdek nurg'un shu shoirlarniki va bu yerdan o'g'irlab qo'ygan tekstlarini oshkorlab qo'yib bu odam. Boshqa shoirlar bu odamni hajv qilgan. Bu adamniki Xazonatul Adab va G'oyatul Arab bu kitobi bor. Bulug'ul Amal degan kitoblari, Kashful Lasam qatorliq kitoblari ba'zir qadar. Undan boshqa hamda Jaloliddin Murshidi degan Makkaniki bir grammatikanshunos ulamosiniki o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu odamni biz topolmadik hamda. Undan boshqa Hamomiddin Shirozi Sharfuddinning shogirdi deyilgan. Bu kishining ismi Ahmad ibn Abdul Aziz Shirozi nomi bilan mashhur. Tug'ilgan o'rni emas, ammo Makkada o'lib ketgan 839-yil hijriyaniki. Bu odam Sharif Jurjoniyda Miftahning sharifini o'qigan. Sharfuddin Jurjoni. Makkaga kelib shu uylarda o'quv bilan shug'ullangan. O'zini taqvo, tasavvuf ilmi bilan mashhur deyilgan bu odam. Masalan,
Burunqi zoitlarniki yo'lini tutib, taqvolik bilan iboratlarni yumshoq, takallub oz mushta bir o'tganligi xotirlangan bu odamniki. Qiziq nuqta, bu odam bir uyda dars o'tganda, vaqt uylar naytda hozir shunaqa makinaki ko'ni uylar ham nayt ojiz. O'zi dars o'tgandan keyin uy shundoq chip ketibdi. Chip ketgandan keyin bir odam hech nima bo'lmay saqchi ketgan deydi. Uyga Torus pastga shundoq chip ketganga. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Yamanning dongli olimi Jamoliddin Hayyat degan kishi. Jamoliddin Hayyat ismi Muhammad ibn Abi Bakr ibn Muhammad Salih 787-yilda tug'ilgan, 839-yilda o'lib ketgan. Bu zot Yamanda tug'ilgan bo'lsa-mu, islom dunyosining ko'plagan o'rinlarini ziyorat qilgan, Misr, Sham, Hijoz, masalan, boshqa. Shu asosda nurg'un ilmlarni egallagan. Hatto fatvo bergan, o'quv bilan shug'ullangan, undan boshqa. Bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuk shaxslardan yana Shihabuddin al-Busari degan muhaddis, Abul Abbas Ahmad ibn Abi Bakr nomi bilan mashhur bu odam. Milodiya 1406-yilda o'lib ketgan. Shafiy mazhabining buyuk shaxslardan 762-yilda tug'ilgan bu odam. Bu Busari degan shu Misrniki bir yesamda bir naisi. Qoiraga kelib shu yerda nurg'un ulamolarda bo'lib, Ibn Hajar Asqaloniyda, Imom Bulqayniyda, Imom Haysamiyda bularni o'qigan. Bu odamniki Misbahu Zujaja fi Zawad Ibn Majah degan kitobi nayatibek mashhur kitoblarning biri. Imom Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayh bu odamni ta'riflab kelib, Qoirada tug'an, oz ishlagan, Zayniddin Iroqiyda o'qigan, undan nurg'un gaplarni o'rgangan. Andaki meni ustoz tutgan deydi. Mening Lisonul Mizon, En-Nukat qatorliq kitoblarimni bu yezib, nurg'un yangi kitoblarni ko'chagan deydi. Demak, ibodatga nayatibek oshiq, mujassal istigrak, ammo ko'p kitob Qur'on o'qiydigan, davomli shu yezish bilan, ko'chirish bilan oyat o'tgan deb ta'riflagan. Bu ustozning bundoq bir baho bermiki, bir oson gap emas bu odam. Ondan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Shihabuddin Muhammira degan kishi ekan. Bu kishining tarjimonini topolmadik, ammo bu kishiningki shu Inbaul Ghamar bi Abnail Umr nomli kitobda ozroq tarjimali bo'lishi mumkin. Chunki qisqa bir uchurni shu yerdan egalladim, ammo tafsilot tarixini bilmadim. Ondan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuk shaxslardan Alaydin Buxoriy degan kishi 779-yilda tug'ilib, Hijriya 841-yilda, milodiya 1438-yilda o'lib ketgan. Bu odam o'sha Hanifiy mazhabidagi buyuk faqih bo'lish bilan birga ham Sofi, Ashariylar va Maturidi aqidasi bo'yicha shu ikki aqidaviy mazhab bo'yicha yetilgan bir munozircha ahli kalom egisi deyishga bo'ladi. O'z davrida shu Hanifiy mazhabidagi buyuk kattalardan Ironda tug'ilib, Buxoroda yashagan. O'zining dadasi tog'illarida o'qigan. Demak, bu nayati ilmiy oila deyishga bo'ladi. Alloma Sa'diddin Tabtazoniyda adabiyot, aqliyat fanlarini mush odamda o'rgangan. Sa'diddin Tabtazoniy faylasuf sifatlangan o tarixda. Keyin Hindistonga borib, shu yerda makonlashgan Hindistondagi podshohlari nayatibek hurmatlagan bu odamni. Keyin Makka kelib, Misrga kelib, Misrda oxiri fatvo ishlari bilan ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan. Shuningdek, Misrni o'ziniki bir makoni qilib tanlagan. Shu Misrning sultonlarining yaxshi baholariga erishgan, Damishqlarda yashagan, masalan bu odam. Bu odamniki bir Fazihatul Mulhidin va Nasihatul Muvahhidin nomli kitobi bor. Bu Ibn Arabiyga yozgan raddiya. Ibn Arabiy zindiq deb sifatlangan Sofi Ibn Arabiy shu kishiga yozilgan. Undan boshqa Ibn Taymiyani Mujassima deb Al-Mulajjima lil Mujassima nomli bir kitobni yozib qoldirgan. Hatto Ibn Taymiyani, Ibn Arabiy ishkilaylarni kafir degan. Nauzubillah. Shuningdek bu odamniki bu gapiga Ibn Nasriddin Damishqi Ar-Raddul Wafir
ala men za'me bi enne men semma İbn Teymiye Şeyhül İslam kafir. Muşta kitaplarını yazgan. Demek bu peytlerde İslam dünyası ulemalar arasında nayeti tokunuşlar köp bolgan boluşu mümkün. Bunun da mesle hem de Xuda Allah'ın erişinin üstüde degen meslede talaş tartışıp olap bunu bir yer koysak bir terepke ekirip koygan bolumuz, bir dairge ekirip koygan bolumuz. Bu Allah degen bundan nersi muhtaç olmaydı va kıza degen okşaş geplerini kılış arkalık kafir degen. Bu adamdaki bekerek yetilgen pelleri mesela usul fıkkı mesela usuluddin degenimiz bu şey ilmi kalam. İlmi kalam asasıdaki tevhid ilmini asas kıldı. Mentik mesela balagat ilimleri, tasavvuf, şu pellerde nayet bekerek yetilgen. Bulap mı muş Nakşibendiye sulukine özünki tasavvuf dairsi kıygan deydi do. Demek bu adam olmuş yani fi mezhepninki nayeti büyük katta mujtehid ulemalarınınki biri deyişke bolu da undaqda. Çünkü bu yazgan kitapların nayeti adet kitaplar emas. Onun üstüge reddiye belge ulemalarımı öz devirde nayeti yitük tesiri var büyük ulemalar. İbn Teymiye'ye okşaş, İbn Arabi'ye okşaş mesela. Hatta şu İbn Teymiye'ni demişikti bağa vaxtıda İbn Teymiye'nin jutuğa demişkemde. Nurgun İbn Teymiye'ninki sözlerini bu adam hata deyip mesela ahırda bu İbn Teymiye'ni Şeyhülislam degen mutlak Şeyhülislam deyişinin özü kafir degen bu adam. Ama şu gibi bekrek Demeşik'te meşhur olup ketken. Ama bu adamdaki bu gepin ayeti bek çektinleşip ketken gep hem bir yerde. Tarihtamış İbn Teymiye'nin ayeti bek küp ulemalar devletninki çoğunları bek reddiye bergen. Hatta muş İbn Hacer Heytemi, İbn Hacer Esqalani deyimiz, Ebu Hayyan el-Endulusi, Taqiyuddin Subki deyimiz, Şahabuddin Cehbel, Salahuddin Alai, Celaluddin Kazveyni, Muhammed Zahid Kevseri mesela Osmanlıların en ahırki Şeyhülislamlarının biri. Muşula İbn Teymiye'ye karşı fikirde bolgan. Mücessime ve kıza degandek. Devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Şemsuddin Bisati degen kişi ismi Muhammed ibn Ahmed ibn Osman el-Bisati deymiz. Maliki mezhepninki büyüklerden Mısır'da yaşagan. Bisati degenge ben şu Mısır'ninki adır Garbiye tarafı Bisat dediğim bir yer var. Şu yerde 1359 yılı ölüp ketkenlik hatırlanıptı. Bu adam nurgun pellerde yetilgen fıkıh ilmide bekrek meşhur bu adam. Balagat ilmide meşhur mesela. Şoňlaşka fiqhini öz devrindeki kat ustazlarda okugan ve şunu başkalarga öğretken mesela. Hatta İbn Haldun'da okugan, İbn Haldun degan dağlıq tarihçi. Bu adamda usul fiqh okuganlığı hatırlanıptı. Öz devirde Şemsuddin Sahavi deyimiz, Muhyiddin Maliki deyimiz, Muhammed ibn Ferhun deyimiz Maliki mezhebinin ulemaları. Muş ulemalar bu adamdaki şagird boludu. Bu adamdaki Şifaul Galil fi Muhtasir Şeyhül Halil qatarlıq kitapları ba 842 yılı ölüp ketkenligi hatırlangan. Bundan başka bu devirde ölüp ketken meşhur büyük şahslardan Cemaluddin Kazruni degan bir kişi bu Teybe'nin alimi deyilipdi. Bu adamı Kahire'de yaşayan adamda kılıdı. Çünkü bu adamdaki urug tuqqan tağa ve kıza hemilleri Kazruni'la Kahire'de yaşayanken. Bu adamın tercümanlığını inak tapamadım. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Muhyiddin Bağdadi degan Hanbeli mezhebindeki büyük bir peşevası. Muhyiddin Bağdadi'nin ismi Ahmed ibn Nesrullah Bağdadi deyimiz. Çünkü Mısırlık Hanbeli mezhepte yetilgen bir fakih. Bağdat tutulan lekin ki Mısır'da berip şu yerda ders öğütüş, fatva işleri bilen şogullangan. Hanbeli mezhep qarta tayinlengen bir qazi bu adam. Bu adamdaki Muhtasar Tarihul Hanabila namlık bir kitabı var. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Şemsuddin Ammar degan kişi. Bu İbn Ammar el-Maliki namıyla meşhur. 768 yılı doğulup 844 yılı ölüp ketken. İsmi Muhammed ibn Ammar ibn Muhammed ibn Ahmed. Yani namıyla meşhur. Mısır'da yaşayan büyük şahslardan biri. Fıkkı, usul fıkkı, Arap dili, sarf, nahvi sarflarda
yetuk ulmolarniki biri deyishga bo'ladi. Şatibining kitoblarini, Muxtasar ibn Hojibning mush kitoblarini yaxshi o'qigan. Iroqiyda, Zeynuddin Iroqiyda masalan bu odam hadis ilmi o'rgangan. Zeynuddin Iroqiyning katta hadis sunnas ulamo masalan. Onundan başqa mesela İmam Bulquyni deymiz, İbn Mulaqqin deymiz, tarixlar o'tdi. Bularniki mushularda o'qigan katta shaxslarniki biri. Bu odamniki G'oyatul Ilham fi Sharh Umdatul Ahkam nomli kitobi va Al-Ahkam fi Sharh Gharib Umdatul Ahkam nomli kitobi va masalan. Demak bu davrda o'lib ketgan shaxslar shundan bilan oxirlashdi. Bundan boshqa o'lib ketganlar bor. Ammo bakrak mashhur bo'lib tarixda ismi bakrak zikr qilib qolgani Jaloliddin Suyutiyninki qalamida mushular. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.